bolajonlar, prizmada ikkita qarama-qarshi yoqlari ko'kburchak va qolgan yoqlari to'g'ri to'rtburchak bo'lgan hajmli shaklga prizma deb aytiladi. Bu qanaqa prizma ekan? Uchburchakli prizma ekan. Uchburchakli prizmamiz ham ko'kburchakka kirar ekan, chunki burchaklari ko'p, 2 va undan ortiq. Endi qarang, biz uchburchakli prizmamizni va yana boshqa prizmalarimizni yoyilmasini ko'rib o'tamiz. Demak, bolajonlar, mana bu uchburchakli prizmamizning yoyilmasini ko'ramiz. Demak, ikkita nimadan iborat? Asosdan iborat. Mana teng tomonli, ya'ni uchburchakdan iborat ikkita asosi. Mana bu nimasi ekan? Yoyilmasi. Yoyilmasi nimadan iborat ekan yoyilmasi? To'g'ri to'rtburchakdan iborat ekan. Mana. Demak, mana bu uchburchagimizning prizmamizning uchburchakli prizmamizning yoyilmasi. Demak, mana shunday shaklda bo'lar ekan. Prizmamizning yoyilmasi, bu esa qaysi prizmamiz? Olti burchakli prizmamiz. Olti burchakli prizmamizning yoyilmasini ko'ramiz endi. Olti burchakli prizmamizning. Demak, ikkita nimadan iborat? Asosdan iborat, to'rt burchakdan iborat ekan. Mana yoyilmasi bilan tanishib oling. Demak, yana bolajonlar, boshqa prizmalarimiz ham hayotda uchraydi. Prizmalarimiz o'zi ikki xil bo'ladi. To'g'ri prizmalar va qanday prizma yana? O'g'ma prizmalar bo'ladi. Demak, bolajonlar, mana bu uchburchakli prizmamizning qanday holatdagi, ya'ni mana bunday yotgan holatdagi yoyilmasi mana. Ikkita uchburchakli asosi va to'g'ri nimasi? To'rtburchakli hajmli nimasi, shakli, yoyilmasi. Demak, tanishib oldingizmi bolajonlar? Barakalla.